Assalomu alaykum akalar, mana bu quyon kattamiz boshqatdan obzor qilyapmiz. O'tgan safargisida skladda bir burchakda navestayda yotuvdi. Xudo xolasa, bitta mana eshiklari ochiladi katta bo'lib. Tak, bitta mana podstavkasi bor. Bu sinimayt qilib qo'ysa bo'ladi. Bu pastki tomonida yashaveradi. Bu agar polkani oladigan bo'lsa. Xo'p, bitta mana yem soladigani bor. Bunisi avtomat, bitta to'ldirib qo'yiladi. Bitta mana yeganda o'zi bitta kamaygan sari o'zidan tushib turaveradi. Buni tagida mana suv ichadigan unvalnigi bor. Bu ham oq turbada, polietilen turbada o'tgan, santexnicheskiy turbada. Bitta mana bochkaga ulab qo'yiladi. O'zi kerak bo'lgan paytda ichganda asha unvalnigini bosadi, og'zida suv tushaveradi. Bitta mana bolaxonasi degan bo'laveradi. Hozir yuvganda ichiga suv tushibdi. Xudo xolasa mana bu yerdan bu yoqqa kiradi. Mana shu yerga mana junini to'kib bola qo'yadi, xullas shu yerda. Bolaxonasi, короче. Ancha-muncha suv quvda yuvib netib qo'ydim, changi bor edi. Xudo xolasa akalar sotiladi, sotuvda inshaalloh. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Hammasi mana bir xil o'shim bilan. Hammasida mana shu oxirgisini ko'rsatdi. Hammasida eshigi bor, ochiladi. Bitta mana buni unvonligi bor oxirgi tochkasida. Suv ichganda hammasi mana bir xil, xudo xolasa. Bu yoq mana noshkasi. Polnisi. Kimga kerak bo'lsa akalar aloqaga chiqaverasizlar, sotamiz inshaalloh kelishilgan narxlarda.